Qurban hayiti yaqin. Qurban hayitidan oldin bo'lgani uchun ko'pchilik narsalar ko'tarilib ketyapti. Qurban hayitida ancha-muncha narsalar, hattoki nonlar 5 mingdan 6 minggacha sakrayotgan paytini endi akamlardan so'rab ko'ramiz. Guluvchilar hamma narsa bor ekan. Hozir so'raylik-chi, osharmikan, oshmasmikan narsalar. Zuhriddin aka bitta savolim bor edi-da. Shu nonlar 5 mingdan 6 mingga chiqib oladi qurma hayitida. Sizda guruchlar boshqa narsalar ko'tariladimi, ko'tarilmaydimi? Bo'ldi. Chunki go'shtlar ham hamma narsa ko'tariladi. Odamlar yengillik bo'lish kerak-da. Odam ham o'zlari aytadilar-da, har doim yengillik bo'lish kerak deydilar, lekin yengillik bo'lmaydi bir xillarda. 5 mingdan 6 mingga, hattoki 10 ta nonvoydan bitta donasi chiqib qolsa, xohlagan narxini qo'yib sotadi. Bir xil sotish kerak, bir xil. Shunaqa, mana xo'roslar hamma narsa bor. Nima narsadan nima narsagacha sotyapsizlar aka? O'zi hozir kirsovungacha dedim, kirsovunda gugurt ham bor ekan. Hamma narsa bor. Assortimenti yaxshi. Ha. Ketadi. Kelgan odam iloji bor shu klientga kelgan narsa bo'lsa hamma narsa. Ular bitta joydan ish bitib ketadi, yaqin yurmaydi. Ha. Ishtonbol yaxshi. Yaponiyaga kelgancha bor endi. Bo'ldi. Hamma narsa shu o'zidan ro'zg'orlab ketsa bo'lar ekan, xudo xolsa inshaalloh. Bo'ldi.